motivatsiyani uzoqdan qidirish shart emas. Men Toshkentda o'qib yurgan vaqtlarimizda endi biz kvartirada yashadik, hech qanaqa ish yo'q, dala ishlari yo'q. 3 oy, 4 oylarda haligi odam dangasalik his qilib qolardim-da. Uyga borardim. Uyga borsam, uydagi sharoitni, ota-onam qiyinchilikda, hali kunlik ishlarda ishlab bizga pul berayotganligini ko'rib, motivatsiyaga to'lib kelardim. Bir kun uyga borsam, dadam ishlab aytdilar, o'g'lim to'yim bor dedi, meni o'rnimga ishga borgin dedi. Endi dadam kunlik ishlarda ishlardilar-da. Keyin bordim, o'sha dadamning do'stlari bilan ishga bordik. Borsak, bitta katta kamazda sabzi kelgan ekan. Har bitta sabzi haligi nima bir qopda turibdi 60-70 kilogramm. Haligini biz ko'tarib olib chiqib, hali bitta frizer qilgan, ya'ni uyda kimdir xolodilnikka saqlaydi, saqlaydi. Biz narxlanganda chiqib sotiladi. O'sha odamni o'sha nimasini tushirib berishga borgan ekanmiz. O'sha dadamni qilgan, har kuni qiladigan mehnatini men bir kun qilib ko'rdimda, qiyinchilik, qanchalik qiyinchilik. Keyingi safar dada pul bering deyishga menda anaqa qiyinchilik bo'lar, qiynalardim. Uydagi vaziyatni ko'rib turib, o'zim o'sha Toshkentda ish qilib yoki qanaqadir bir yo'llar bilan o'sha o'zimni o'zim eplashga harakat qilganman-da. Chunki o'sha ota-onamni qiynalib turgani men uchun katta motivatsiya edi. Shuncha push qilgan orqamdan o'sha itarib turgan